Hoppa, bizga 23 ta daraxt yetadi. Endi narsalarni sandiqqa solib, oy. Bu yerni quritib tashlagan o'xshaydi. Quritib tashlagan o'xshaymiz, do'stlar. Ikkita olma. Chiqamiz yaxshi ketdik. Bu yerda mis, temir, bunaqa narsalar bor ekan. Men bu yerga albatta kelaman. Hoppa. Let's fucking go. Bular bu yoqda. To'plagan ovqatlarim bu yoqqa. Hoppa. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Kirkamni olaman. Bu yoqqa. Endi men tosh kovlagani ketdim. Men ozgina temir ham kovlab olishga qaror qildim. Shuning uchun narki tarafga o'tishga blogim yozgan. Shu loydan olib narki tarafga o'tib olishga qaror qildim. Qani ketdik. Kamida menga 12 ta loy yetib qoladi do'stlar. Qani ketdik. Let's go. Sekin. Endi sekin tosh bilan borsak bo'ladi do'stlar. Bu yoqqa. Hop. Ana temir do'stlar, men ko'rdim buni. Hozir bo'lib o'sha temirni o'zimizga olamiz. Hoppa. Yaxshi. Shunday qilsak biz aniq o'sha temirni topamiz. Hoppa, mana temir. Birinchi navbatda bu yoqqa. Hoppa, men uni oldim do'stlar. Hoppa, joy bor. Temir meniki do'stlar. Hoppa. Oy, bu yer juda chuqur. Temirlar ham juda ko'p. Men ozgina shundan temir tosh kovlab olsam bu yerdan ketardim. Va birinchi bo'lib topgan temirimga temirdan qilich yasayman do'stlar. Qani ketdik. Let's fucking go. Hoppa. Do'stlar, kech bo'lyapti. Men hozir mana shu toshni kovlayman. Va uyga ketaman do'stlar. Oy. Hop, do'stlar, men kondan ham chiqib oldim. Endi uxlaymiz do'stlar. Let's fucking go. Men juda yaxshi ketyapman do'stlar. Endi men mana shu yerdan uyni qurishni boshlayman. Lekin menga yana bitta sandiq kerak do'stlar. Endi men keraksiz narsalarni solib uy qurishni boshladim. Let's fucking go. Qani ketdik do'stlar. Hop, kerakmas. Ovqat chiqayotganda kerak bo'ladi. Bolta ehtimolga qarshi. Qani ketdik. Bu narsalarimizni taxlab olamiz. Bu yoqqa. Ana chotki. Men nimaga buni yasadim do'stlar? Men chunki buni
taxtaga almashtirib olmoqchi edim. Mana menga kerak narsalar tayyor. Endi men mana shu yerdan uyimni qursam bo'ldi do'stlar. Let's fucking go. Hoppa, men mana shu yerdan uyimni qurishni boshladim. Qani ketdik. 1 2 3 4. Hoppa. Ya. Sana to'g'ri qo'yildi. 1 2 3 4 5 do'stlar mana. Mana 1 2 3 4. Sonra 1 2 3 4 5 do'stlar. Endi yana shundan 5 ta qurib chiqamiz. 3 4. Qo'yib ketdi do'stlar. Endi yana quramiz. 3 4 5. Hoppa. 1 2 3 4. 1 2 3 3 4 5. Hop do'stlar, endi biz shu tarzda hamma narsani qo'yib olamiz va uyimizni ikkinchi qavatini qurishni boshlaymiz. Men eshikni qaysi tarafdan ochsam ekan? Menimcha eshikni shu tarafdan ochaman do'stlar. Mana eshik. 1 2 3 Endi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hop. 1 2 3 do'stlar. Juda yaxshi ketyapmiz. Uyimiz chiroyli chiqyapti. Mana. Endi oy ozgina ketdim. Endi bu yerdan chiqamiz. Bu yerni boshlaymiz. Qaytib tushib olamiz. Bularni olib tom yopamiz desam. Qoldirdim. Tom yopamiz toshlarimiz bilan. Hoppa. Hoppa do'stlar, juda yaxshi. Endi ketmay qolsa. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta do'stlar, juda yaxshi. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta. Hop. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta. Hop. Juda yaxshi. Uyimiz yaxshi ketyapti. Hoppa do'stlar, yaxshi. Hoppa mana. Endi bu yoqqa qurib chiqamiz do'stlar. Va tom yoramiz. Hoppa. Mana do'stlar. Tom ham yopib bo'ldik. Ulguramizmi? Yo'qmi? Oy do'stlar, men bu yerdan yiqilib tushdim. Lekin baribir taslim bo'lish yo'q do'stlar. Mana qurib chiqib oldim. Bu ortiqcha joyni buzib tashlayman. Tushib ketdi, lekin mayli. Hoppa. Endi bu yerni tomini yopib olsam ham bo'ldi. Va cho'tki chiqadi do'stlar. Hoppa. Cho'tki. Lehki. Cho'tki. Ozgina daraxt yetmay qoldi. 8 ta bir ham yetmaydi. Ikkitagina. Agar 10 ta qilganimizdan yetardi. Endi bu yerdan tushsak bo'lamiz.
Ay oy oy. Buradan olacağını nasıl yapacağız? Bu yerini sındırıp alamaz çünkü bu yer oyunun çırağı to'sqinlik qiladi. Bu yerga osmonni qaptirib. Hop, mana. Hoppa do'stlar, mana uyimizning kirish joyi. Qalay. Endi bu yerni olib chiqamiz. Buni hammasini almashtirishimizga to'g'ri keladi do'stlar, chunki bu yerni ham yopishimiz kerak. Bu yerni yopish esdan chiqibdi. Mana yo'q. Do'stlar, nima bo'ldi? Hop, men o'zimga ozgina cho'p bilan tosh olib, o'zimga bitta lopatka yasab olishim kerak. Do'stlar, lopatka mana uyimizning qo'lini qilish uchun kerak. Hoppa. Четкий мод идет для меня. Uni pol ham tayyor bu yerdan qo'yib chiqishim kerak. Shunday tursa. Четкий. Hoppa do'stlar, bizning uyimizning birinchi qavati tayyor. Endi men ozgina narvon yasashim kerak do'stlar. Bunga ozgina cho'p kerak bo'ladi narvon yasashim uchun. Birinchi o'rinda cho'p, narvon. 6ta menga yetadi do'stlar. Men joyni shu yerdan qilsam ham hoppa. Hoppa do'stlar, mana bizning uyimizning ikkinchi qavati do'stlar. Hozircha biz narsalarimizni uyga olib kirib olamiz do'stlar. Mana hoppa, yaxshi. Men birinchi o'rinda narsalarimni joylashtirishim kerak. Ikkinchi o'ringa qilaman sandiq. Hop. Hoppa. Birinchi o'ringa albatta yotadigan joyim. Pechka albatta. Verstakni men bu yerdan quraman. Ikkita pechka. Bunga nima kerak? Shundan ozgina yasaymiz. Men uyimning ikkinchi etajidagi tomga qo'yib qo'ymoqchiman bochkalarni. Bitta, ikkita, uchta yetadi do'stlar. Mana endi bu yerdan pechka. Yaxshi, endi men bu yoqqa hop bittalik qilishimga to'g'ri keladi do'stlar, chunki men uyning bu tarafiga bochkalar qo'yib chiqishim kerak. Shunda chiroyli bo'ladi do'stlar. Mana hoppa, menimcha bu yerdan bir sandiq olishim kerak do'stlar, chunki bu yoqqa bochkalar turar joyi bo'ldi. Oy do'stlar, men yiqilib tushdim. Biz ozgina uxlaymiz va ertangi kunda biz qum olib kelib mana shu uyimizning derazalarini yopib chiqamiz do'stlar. Kechqurun bo'ldi, endi uxlaymiz. Oy do'stlar, ertalab tong biz turdik do'stlar. Mana endi biz borib ozgina qum olib kelamiz do'stlar.
Qum qaysi tarafda o'zi do'stlar? Men bir narsaga qiziqyapman-da. Agar bu narsa o'xshasa do'stlar. Men misdan aslaha yasamoqchiman do'stlar. Agar bu o'xshasa do'stlar. Agar bu o'xshamasa men hammamisini yoqib yuboraman va qaytib mis degan narsaga yaqinlashmayman do'stlar. Lekin men qumni qayerdan topaman deganimda men bu yerdan qum topib oldim, ya'ni daryo. Do'stlar, har doim daryolarning oldida qum bo'ladi. Masalan, mana kichkina bo'lsa ham ozgina qum bor. Lekin nariyog'ida juda katta qum bor. Men shu yerdan olishga qaror qildim. Hoppa, yaxshi. Yo'q do'stlar, hamma joyni bosdi. Chatting only. Do'stlar, bu qum mezga yetmayapti.